Assalomu alaykum hammaga. Bugun SMM ish kunimdan bir kunimni sizlarga ko'rsatib ketaman. Hop, hozir birinchi o'chirtda kokos topish kerak, kokos emas, kokos topish kerak. Nimaga kerak? Bugun syomkaga kerak kokos. Faqat kokos topolmayapmiz. Yo'qdan qilib hozir Alayskiga tushib ko'raman. Agar topa olsak, bugun cho'tki video chiqadi. Bir dona kokosni necha pulga oldim deb o'ylaysizlar? Alayski bozordaman. Bu yoqda narxlar to'g'ri qimmat, lekin sifati shunga yarasha deb eshitganman. Shunga shu yerdan oldim. Kokos 90 ming so'mga tushdi. Titim bo'ladi mana bitta. 100 ming deyishdi. 90 mingga tushirib oldim. 10 ming tushirdim. Shunga ham aqlingiz ziyod dedi. Ular ketdi endi syomkaga qolishdi bizni. Ham keldi mana Marlo'rifta mikrofonlari takoy seriozniy mikrofon. Saramonik. $300'lik. Backstage ham olaymi senga? Bo'laveradi. Bugun gandoni ko'rsatmaymizmi? Nima olganimizni? Ha? Ko'rsatdim, ata kadr boshda. Da. Biroz. Shuni kerak. Shu matraslar. Fotosan tayyor. Ibrohimjon, gapiring. Chotam. Gapiring. Hop, bugun syomkani boshlab oldik. Sal kech bo'lsa ham. Kech keldi. Soat nechida kelding? Mana mas'uliyatli jigarimiz. Sergelidan Beruniga kelish o'zlariz qarasanglar. 2ga chaqirganman seni. Kamida 1 soatlik yo'l. Bizni vaqtini cho'zib o'tiribman. Qandaysiz deb, ha? Qandaysiz bo'ladimi ishlar? Hozir. Atak bu 15 ga ham tushadi. Mikrofon 15 ga ham tushadi. 15 ta oramizmi? Prime sanki olamiz. Qalay ekan? Syomka jarayonlari ketyapti. Keyin hammasi hal. Kravat, boshliq, qo'yib qo'ydi oldiga. Bitta shu Yana bir chaqiriq olib keling. kechagi syomka ayrim sabablarga ko'ra men bo'ldi. Buni qaytadan olamiz syomkani. Shunga hozir syomkaga ketyapman. Buni boshqa syomka qilamiz. Mablur ku yo'q, bugun mablur ko'zim bilan. Sergeli bekatda eshik oldida turgan yo'lovchilar vagon o'rtasiga o'tishingizni so'raydi. Tak. Soобщение kirib ketmadi. Hop, Ibrohim qani bu yoqda? Ibrohim developerni saqlanib qo'yganman. Hop, telefon qilyapmiz mana. Alo. Ibrohim? Uchastkami? Anularing, kvartiralarning? Ha? Ne uchastka va mahallaga kirib yubordi lokatsiyani. Tashib bergan lokatsiya uchastkaga ketib qoldi. Hozir boshqa lokatsiya tashib beryapti. Tamom, adashib qoldim bu mahallada. Endi tashib bergan lokatsiyasi bilan Ibrohimga kirib boramiz. Bostirib boramiz Ibrohimga. Mana shu bo'lsa edi Ibrohimga. Qanday? To'g'rimi? Baho beringlar keladi deydi. Beruniy oxirgi bekat. Vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Syomka bugun Ekobozorda avtomobil ichida lekin normalligini yo'qotdi. Shunaqa havoda qo'yibdi. No, Konstagov. Deklaracja. Tam pisze. Чипсы.
matras kirganimizda chaptiratdi atmosferaga. 1 hour later, 2 hours later, 20 minutes later, 6 hours later. Eng qimmat bo'lgan Sultan matrasimizga kokos qo'shilishini bilarmidingiz? Sultan matrasimiz ikki tomonlama bo'ladi, ya'ni bir tomoni yumshoq, anatomicheskiy, ikkinchi tarafi esa ortopediskiy bo'ladi, qattiqroq bo'ladi. Shu joyiga kokos po'stlog'i qo'shilgan bo'ladi. Agar ikkilanib turgan bo'lsangiz, shu matrasimizni olishingizni tavsiya etaman. Bemalol showroom do'konlarimizga tashrif buyuring. O'zingizga eng yaqin manzilni olish uchun kommentariyada plyus qoldiring.